Hozirgi kunda dokumentalni, ya'ni litsenziyaga ega bo'lgan firmadan umra ziyoratiga borib kelish narxlari necha pul bo'lyapti? Xuddi mana shu hoji ota, hoji onalarga o'xshab hammamizga umra ziyoratiga borish, payg'ambarimiz ravzalariga kirish, Ka'batullohda 7 marta tavof qilish nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Hozir biz Centrum Holidays jamoasining oldiga yetib kelganmiz do'stlar. Glavniy ofislarini oldida turibmiz. Videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, narx-navo, shart-sharoit, 50 yoshlar, xizmatlar, bonuslar, hammasini do'stlar siz azizlar uchun yoritbegani yetib kelganmiz. Faqatgina do'stlar sizdan qilinadigan narsa bir dona like deb bosib, kommentariyaga omadni yozib qo'ying do'stlar. Bu firmani do'stlar 6 ta viloyatdan premyer reyslar qo'ygan. Video davomida to'liq ma'lumotini qaysi viloyatlardan borligini berib o'tib ketamiz do'stlar. Inshaalloh biz boshlayapmiz. Siz like deb bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Do'stlar, nimaga sen har safar mana shu Centrum Holidays'da videosini qilaverasan deb juda ko'p odam aytadi menga. Chunki bu firma do'stlar, xo'p, O'zbekistonning aholisini o'ylagan holatda Farg'onadan, Namangandan, Andijondan, Samarqand hamda Termizdan do'stlar, Toshkentdan, O'zbekistonning 6 ta viloyatdan premyer reyslarni amalga oshirib qo'ygan. Nimaga bu yaxshi? Sizga uzoq bo'lmagan aeroport, soatlab mashinada yurmaysiz. Undan tashqari zo'r tarafi, men to'g'risini aytaman, bordi keldi bilet olishadi bular. Biletlar bordi keldi yoziladi. Sizni keladigan kuningiz aniq bo'ladi. Faqat bir tomonlama bilet olib, borib olganingizdan keyin do'stlar, kelishimiz mana shu kunida cho'zilib ketdi. Endi aqda qancha qolib ketsangiz yaxshi, lekin davlat ishida ishlaydigan davlat xodimlari yo bo'lmasa bir otpuska olib chiqqan odamlar do'stlar, shu otpuskamda borib kelib olay deydiganlarga do'stlar, nima desa bo'ladi, aniq bo'lgani yaxshi. Xudo xolasa videodan uzoqlashmang do'stlar, bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Sizdan nima ketdi? Biz siz bilan Ulug'bek akam bilan xudo xolasa to'liq ma'lumot berishni davom ettiramiz. Kommentariyaga omad yozish sizdan chiqmasin. Har safar so'rayapman. Xo'p, Ulug'bek aka, Centrum Holidays'dan hozirgi kunda sentyabr mana hozir oxirlab qoldi. Sentyabrda oxiriga ham reyslar bor, oktyabrga ham bor. Oktyabr oyi, sentyabr oyidagi narx-navo, shart-sharoit, 50 yoshi hamma narsani bir qator yoritib beraylik. Undan tashqari aka, faqat bitta narsani so'rab qolaman. Shu videoda gapirilgan gaplar 100% amal qilinadigan gaplar. Gapiraylik, chunki bo'rtirib tashlash ko'payib ketyapti. Xudoga shukr, men siz bilan video qilishda boshlaganimdan beri aka, kommentariyalarda o'qiyman. Birorta noto'g'ri kommentariy o'qiganim yo'q. Xudoga shukr, mashinasiga o'zim ham xursand bo'laman. Chunki aka ketgan odamlar yozyapti kommentariyani. Biz maza qilib yurib, siz ham o'qing. Bundan oldingi videolarga kirib o'qing. Umrani videolarini qo'yganmiz, o'qing do'stlar. Xo'p, aka, shart-sharoitlarni to'liq bitta tushuntirib beraylik, zo'r bo'lardi aka. Xo'p, shart-sharoit kelishdan oldin birinchi biz firmamizdan xotiralarimizga beriladigan narsalarimiz, kamzul, so'mka, beji beriladi, logotipi tushirilgan, qaysilaringga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Xo'p, sharoitlarimiz keladiganimiz siz sanab o'tgan 6 viloyatdan premyer reyslarimiz bor. 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada, 11 kecha Makka Mukarramada bo'linadi. Madina Munavvarada mehmonxonalarimiz markazga joylashgan, birinchi, ikkinchi qatorda bo'ladi. 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramada 1,5 kilometr joylashgan, Hajjat ko'chasida joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Erta 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makka Mukarramadan masofasi qancha kiradi, ko'pchilik savol berishadi. 3 minutdan 5 minut oralida avtobus xizmatlari olib keladi. Avtobus xizmati to'xtovsiz qatnab turadi. 5 minut bilan 3 minut oralida kirib borishadi. Xo'p, keyin Makka bilan Madina bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlari bo'ladi. Bundan tashqari Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojihiy masjidlarida pikniki bo'ladi. Bu firma tomonidan beriladi. Xo'p, keyin firma tomonidan doktorlari bormi? Yosh katta ketayotganlarga ko'p savol bo'lyapti. Operatorlarimizga ham keyin aravacha xizmatlari qanaqa bo'ladi? 50 boshlari xizmatlari qanaqa bo'ladi? Malakali 50 boshlarimi? Biz bilan birga borib, birga keladimi? Xo'p, 50 boshlarimizga keladigan bo'lsa, 50 boshlarimiz malakali 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega bor. Malakali 50 boshlarimiz 14 kun davomida umralarini, sayohatlarini, ziyoratlarini qildirib berishadi. Xo'p, birga borib, birga keladimi? Birga borib, birga keladigan maxsus paketlarimiz ham bor. Aloqaga chiqishsa, maxsus paketlar qayerdan, qaysi viloyatdan hammasini tushuntirib aytib berishadi. Keyin erta premyer reys bo'lgani uchun asosan erta kutib olishadi 50 boshlar, 14 kun davomida xizmatlarni qilib, 14-kun olib chiqib kuzatib qo'yishadi. Xo'p, doktor xizmatlariga kelsak, doktor xizmatlarimiz har bitta mehmonxonamizda doktor xizmatlarimiz tashkillashtirib berilgan 24 soat hojilarimiz xizmat qilishadi. Lekin yana ta'kidlab aytamanki, ko'pchiligi yosh kattalar surunkali dori ichadigan, qanaqadir kasalliklari bo'lsa, diabet, qandli berishi, o'ziga kerakli narsalarni, dorilarni o'zlaridan olib olishsin. Yerda topolmay qolishi mumkin. Bizda faqat birinchi yordam bo'ladi. Shunisi bor. Keyin aravacha xizmatlarida aravachalarimizdan tashkillashtirib qo'yib berilgan. Undan tashqari yosh katta odamlar, pastidan aravachada qiladigan bo'lsalar,
o'zlaring bilan aravachalaringni olib olinglar, chunki erta ochirib kutib vaqtlaringdan mehmonxonada ochirib kutib o'tkazmaysizlar. Shunisi bor. Keyin hozirgi kunda bagajlaring necha kilo, qancha yuk olamiz, nimalar olamiz deyilgan savolga bagajimiz 20 kilo, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Xo'p, keyin ko'pchilik o'sha yana savol berib aytishadiki, mehmonxonada aytganda bor narsami? Bizda aytilgan narsa, aytib o'tgan narsalar, aytilgan narsalarimiz telefon qilib so'rasalaring, operatorlar aytilgan narsa обязательно bo'ladi, aytilmagan narsa bo'lmaydi. O'sha bor aytiladi. O'sha yo'q, bizga bunaqa sharoitli kerak desa, o'sha sharoitlilarni qilib berishadi. O'zlari tanlashdan asbob 4 xil paketimiz bor. Hozir aytib o'tayotgan paketim standart paket bo'ladi. Narxi birinchi 10 kunligiga faqat borini aytiladi. O'sha oktyabrda birinchi 10 kunligiga standart paketlarimiz $1000 dan. $1000 chiqyapti. Samarqandniki jicha qimmatroq chiqib qolyapti. Bular sal qimmat olinayotgan hisobiga $1050 bitta standart paketga boshlanadi. Qolgan 5 taniki Qolgan 5 taniki $1000 dan boshlanadi. $1000. So'mga 12.500.000 dan bo'ladi. 12.500.000. Endi aka, misol o'sha aytyapmiz, hozir Samarqanddan deyapmiz, Toshkent yoki Vodiy Voha deyapmiz. Video pastga nomer qo'yamiz. Do'stlar, pastki nomerda WhatsApp, Telegram bor. Siz uyingizda o'tirib olib ham joy biron qilsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Shu WhatsApp nomerdagi WhatsApp, Telegramlarga aloqaga chiqsangiz, bularga Zagram pasport, qizil pasportingizni tashlab berasiz. Zakolat bo'ladi aka. Zakolatlar bo'ladi. Keyin o'sha har bitta tashlab bersa, shartnoma tuziladi. Birinchi ochiribdi, shartnoma tuzilib turib, shartnoma asosi bo'yicha shot raqam beriladi. Shot raqamga bank orqali to'lovlar o'tkazishadi. To'lovni bank ham Centrum Holdingdan Umra ziyoratga ketayotganingizda kvitansiya chek chiqarib beradi. Qaysi sanalarga o'zlari telefon qilishsa, sanalarimiz seroq, sanalarga bron qilib, bank orqali shot orqali to'lashadi. Yo'q, ofisga kelamiz desa, ofisda lokatsiyalar, manzillar tushuntirib beriladi. Ofisga kelib, o'zlari ko'zlar bilan yana muloqot qilib, gaplashib, kassir bo'ladi, kassirdan shotlarni pullar to'lovlar qilib, cheklarni yozdirib olib ketishaveradi. Zo'r. Undan tashqari do'stlar, qaytib kelinayotganda aytib o'tdilar, 5 ta televizordan suv qo'shib beriladi, Sulaymon Roziyev masjidlariga olib boriladi, Qizil dengizga olib chiqiladi. Inshaalloh do'stlar, aqab borganingizdan keyin yaxshi sharoit bo'ladi. Nimaga yaxshi sharoit bo'lmasa do'stlar, biz ham sizga ilinmaymiz. Yaxshi bo'lganligi uchun ilinyapmiz do'stlar. Xudo xohlasa, o'zi O'zbekistonda 14 tagina firma Umra litsenziyasiga ega xolos. Biz faqat dokumentalni, davlatning qonun qoidalariga rioya qilgan firmani reklama qilamiz xolos. Shulardan bittasi Centrum Holidays. Buni qanaqa qilib bilib olsangiz bo'ladi. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, yoki Google ga yozasiz, O'zbekistondagi Umra litsenziyasiga ega bo'lgan firmalar deb yozadigan bo'lsangiz, o'zi 14 ta firmani chiqarib beradi. Qaysi firma Umra litsenziyasiga ega. Shulardan bittasi Centrum Holidays, ya'ni dokumentalni 100% litsenziyaga ega bo'lgan firmadan siz yaxshi sharoitda Umra ziyoratiga borib kelish imkoniyati bo'ladi inshaalloh. Shu videoda shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z izohingizni qoldirib keting. Xudo xohlasa, like bosish sizdan chiqmasin, omadli yozsam sizdan chiqmasin. Chunki biz siz uchun do'stlar harakat qilib, yaxshi sharoitli firmani topyapmiz, yaxshi sharoitlar sizlarga yetkazishda harakatini qilyapmiz. Inshaalloh mana shu videoni ko'rib, Umra ziyoratiga boradigan bo'lsa, shu ulug' joylarda bizni duo qilish esingizdan chiqmasin. Iltimos qilib qolamiz shu narsani. Inshaalloh hammamizga qayta payg'ambarimizni oldilariga borib, ravzalariga kirish, Ka'batullohni 7 marta tavof qilish nasib qilsin deb qolamiz. Do'stlar, to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz do'stlar. Pastdagi nomerga aloqaga chiqing. Dokumentalniy firmadan qulay sharoitda Umra ziyoratiga borib keling, omon bo'ling.